Hammaga salom, Sevinch Soulflowers kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi videoyim sovunli gul yasash va ularni sotish. Men hozir sizlarga buket yasashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi tufak, farqi yo'q, formasi xohlagan tufaklarni ishlatishingiz mumkin va shunaqa barik kerak bo'ladi. Keyin Xitoy gullari, bular sovunli gul va shunaqa formada bo'ladi. Biza gulni tagiga qo'yish uchun po'kat kerak bo'ladi. Buni qistirib qo'yamiz va po'katga tiqish uchun cho'plar, o'sha atirgulni tagidagi nimasi bo'ladi, shunaqa cho'pchalari. Birinchi bo'lib ishimizni tuvakka ichiga o'sha po'katni o'lchamlab solib olish bilan boshlaymiz. Po'katni kichkina bo'laklarga bo'lib, keyin tuvakka ichiga solib chiqamiz. Mahkamlab, yaxshilab solib chiqish kerak. Qattiq turishi kerak, bo'lmasa qamalab ketaveradi. Po'kakni yaxshilab solib olgandan keyin biz boyagi gullarni cho'pchaga tiqib chiqamiz. O'sha aytgan cho'pchalarimga birma-bir tiqib chiqamiz. Men bittasini oddiy cho'pga tiqdim va ikkinchisini barga bilan tiqdim. Menda 8 ta 9 ta gullar chiqdi. Bu gullarni o'sha tuvakka solamiz, buket yasaymiz. Hammasini birma-bir tiqib chiqqandan keyin ularni terib qo'yamiz. Mana hamma gullarimni yig'ib chiqdim. Endi buni tuvakka solamiz. Bittalab tuvakka barikligini yoniga bariksizini bittalab terib chiqamiz. Shuna qator-qator terib chiqqandan keyin buketimiz tayyor.